Xondoqdan ostida yotibdi. Uxlab qolibman men deb siktirib yotgansan hozir. To'g'rimi? Men Siktirganim yo'q. Siz oldingizda siktirmoqchi edim. yo nimaga? Hozir ko'zingizni oldida siktiraman. Yo'q. Hozir oldingizda, shunday sizni oldingizda Yo'q. Men ganim deyishim, mayli, bilganingda qil. Qilaman. Bundan keyin Sen nimaga mening uyimga kirding? Uni olmay yurgan. Videoga olmay yurgan. Mayli olib yuring. nima qilyapti bu? O'zingiz bilasizmi qilayotganimni? Nima qilyapti? Nima qilyapsiz? Nimaga ichkaridan ildirib olib, men to'ydan kelishimda kutib, xondoqdan ostida yotibdi. Yursin. Uxlab qolibman men deb siktirib yotgansan hozir. To'g'rimi? Men Siktirganim yo'q. Siz oldingizda siktirmoqchi edim. yo nimaga? Hozir ko'zingizni oldida siktiraman. Yo'q. Hozir oldingizda, shunday sizni oldingizda Yo'q. siktiraman. Men ganim deyishim, mayli, bilganingda qil. Qilaman. Bundan keyin Sen nimaga mening uyimga kirding? Ya nimaga mening uyimga kirding? Hozir xotiningni oldiga meni olib borasan. Tushundingmi? Xotiningni oldiga meni olib borasan hozir. Kelishdikmi? Xotiningni oldiga meni olib borasan? Men sazno etek bo'shatmay. Yo'q, mayli ona. Umr. Sen tuzingga siskay seni bor-ku. Qoningga siskay seni bor-ku. Ikko'miz og'ayin. Bilasanmi? Enang mening ammamning qizi bo'ladi. Sen shifurtishib yursanmi? Bunga birov gapirsa mening, to'xta, biz og'ayin bo'ladi bu. Deydigan emasmisan? Misol, meni ko'chada birov gapirsa, urushsa, uni o'qisa, menga hazmiga akorlar ketyapti. Sen og'ayin bo'lib turib shifurtishedingmi? Ha? siz menga qarang. Nima qilib o'tiribsan sen bu yerda mening uyimda? Nima qilyapsan? Ha? Siz qo'sha-qo'shadan gapkasini gapirdimmi? Umar kiryapti bir marta. Birinchi marta kirishim Umar. Ha? Sen kirmabdi. Diğer kirmabdi. Men qayerdan bilaman? Bilmaysizmi? Yo'q. Erkak bo'lsa-da, mujik bo'l. Bilgan po'qingiz. Yo'q. To'xtab tur. Sen nimaga mening ruxsatimsiz mening uyimga birovni kirgizasan? Mening uyim bu. Nimaga mening ruxsatimsiz mening uyimga? Ruxsat so'rashim kerak. Xohlaganingizni qiling. Men bo'ldi. Siz menga Ulug'bekda o'ynash keldingizmi? Olavering bemalol. Men qo'rqmayman. Kamera yo'q, uchastka yurib meni qo'rqitmang. Bo'ldi. Qo'rqadigan narsamni men yo'qotib Yo'q. qo'yaman. Yo'q, nima qildi? Tushunasizmi? Men qo'rqadigan narsamni yo'qotib qo'yaman. Sizga mana shu kerak edi. Men atay qildim shuning uchun. Nimaga mening uyimga kirding? Mana mening uyim mana bu. Turibman aka. Mana mening uyim. Shunchalik endi odamni yerga pastga o'tdimi? Yo'q. Yo'qingiz o'zingiz bilmaysiz. Xotinni chaqirasan. Mana Olmay yurgan. Videoga olmay yurgan. Mayli olib yuring. nima qilyapti bu? O'zingiz bilasizmi qilayotganimni? Nima qilyapti? Nima qilyapsiz? Nimaga ichkaridan ildirib olib, men to'ydan kelishimda kutib, xondoqdan ostida yotibdi. Yursin. Uxlab qolibman men deb siktirib yotgansan hozir. To'g'rimi? Men Siktirganim yo'q. Siz oldingizda siktirmoqchi edim. ya nimaga? Hozir ko'zingizni oldida siktiraman. Yo'q. Hozir oldingizda, shunday sizni oldingizda Yo'q. siktiraman. Men ganim deyishim, mayli, bilganingda qil. Qilaman. Bundan keyin Sen nimaga mening uyimga kirding? Ya nimaga mening uyimga kirding? Hozir xotiningni oldiga meni olib borasan. Tushundingmi? Xotiningni oldiga meni olib borasan hozir. Kelishdikmi? Xotiningni oldiga meni olib borasan? Men sazno etek bo'shatmay. Yo'q, mayli ona. Umr. Sen tuzingga siskay seni bor-ku. Qoningga siskay seni bor-ku. Ikko'miz og'ayin. Bilasanmi? Enang mening ammamning qizi bo'ladi.